Alohida yashaydigan dekretdagi onani bir kunlik obedlarga qarab bir amallab uyqudan turib, shunaqa mazali nonushtacha qilib oldik. Keyin esa ishlarimiz bilan Buxoro savdo majmuasiga keldik. Ishlarimizni bitirgach, opam bilan ko'rishadigan bo'lib qoldik. Va albatta mazza qilib o'tirib ovqatlanish uchun sevimli sergo'shtimizga keldik. Ha aytgancha, hozirda bo'ladi dahshat nerealniy skidkalar bo'lyapti. Ikkita chicken burgerni atiga 35 ming so'mga oldik. Chilla komboni narxi esa 69 ming so'm. Buning ichiga bitta lavash yoki sergo'sht, kartoshka fri, mojito hamda sous kiradi. Arzimagan pulga shunaqa mazali hamda to'yimli tushlik qilib olsa bo'ladi. Bundan tashqari bolalar uchun plashatkalari ham bor. Bolalar sizlarga xalaqit qilmasdan mazza qilib o'ynab o'tirishadi. Shunday qilib anchagina o'tirib suhbatlashib, aylanganlar havuzga keldik. Sal o'tgach xo'jayinim telefon qilib, "Tez uyga kelinglar, men keldim" deb qoldilar. Va biz taksini chaqirib tezgina uyga yetib keldik. Obzorchalarimni qilib, bolalarimni cho'miltirib, endi uxlatmoqchi edim. Bir klientkam "Bugunga meni ola olmaysizmi?" deb qoldilar. Bilmaganlar uchun men blog yuritishdan tashqari master manikyuraman. Shunday qilib yana bir chiroyli kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr.